Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Heptilik Xewerler proqramını görüyorsunuz. Programımız hoş geldinglar. Mazkur programımızda muşu bir hafta jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga doir anlatılgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyghur Qurultayı yıllardan buyon tashkillab kelayotgan Uyg'ur yoshlarini xalqaro bilimlar bo'yicha tarbiyalash kursining 13-chi qitimligi Shvetsiya poytaxti Stokholmda o'tkazildi. Bu qitimli kursga dunyoning har qaysi joylaridan 60 dan ortiq Uyg'ur yosh qatnashdi ham demokratiya, inson haqlari, xalqaro qonun qatorliq maxsus temalardagi leksiyalarni angladi. 3 kunlik tarbiyalash kursi jarayonida Uyg'ur madaniyat kechiligimi dag'dug'liq o'tkazilib, Uyg'urlar haqida jonliq bir maydon dars berildi. Kursdan keyin Yevropa parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurilib, mazkur do'stlik guruhiga a'zo bo'lgan Yevropa parlamentining a'zolariga sovg'a taqdim qilindi. Xitoy doiralarining Uyg'urlar diyoridagi qattiq qo'lliq bostirish siyosatlarining navbatda ziyolilar va siyosiy jihatda gumonliq kishilarga zarba berishdan ma'lum darajada beyğan savdogarlarga yetkilayotganligi kishilarni andishiga solmoqda. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Uyg'ur diyorining Atush shahrida 300 ming so'mdan ortiq puli bor boylarning hammasi degidek turmalarga yoki boshqa yig'ilish o'rinlariga so'lanmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur diyoridagi siyosiy vaziyat hozir to'limi jiddiy bo'lib, tugumas tekshirishlar dastidan kishilar hamma joyning usti ochiq turmaga aylanganligini his qilmoqda ekan. Misrda qonunliq o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilaridan nurg'unlarining texnicha izlariki bo'lmayotgan ahvolda shu qitimliq tutqundan omon qolgan ba'zi shohidlar bu vaqtdagi ba'zi tafsilotlarni oshkorladi. Uyg'ur o'quvchilarini tutqun qilishga Xitoy davlat bexatarlik xodimlarining bevosita qatnashishi, Xitoy o'quvchilar uyushmasi va Uyg'ur soqchilarining so'roq jarayonida ushtumtut paydo bo'lib qilishi Uyg'ur o'quvchilarini bakma hayron qoldirgan. Misrdagi Al-Azhar universitetining bir qism o'qituvchilari yaqinda Al-Diyar gazetida bayonot e'lon qilgan ham Misr hukumatidan Xitoyning Qohiradagi bosh elchisini qo'g'lab chiqarishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Uyg'urlar diyorida amaliy kishini vahimaga selayotgan tarbiyalash markazlariga yig'ib olingan kishilarning sirt bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzib tashlangan bo'lib, ularning salomatlik ahvoli maxsus bekitilgan doktorxonalarda tekshirilmoqda ekan. Hukumat doiralari bu xildagi tarbiyalash markazlarini asabiylik va zo'ravonlik ideyasi bilan yuqumlanganlarni davolaydigan balnist deb tashviq qilmoqda ekan. Muxbirimizning bu vaqtda ahvol egallashi jarayonida Korildagi 82 yoshlik sobiq sekretar Ziyovuddin Cho'riqqa o'xshash pensiyaga chiqqan ko'plagan Uyg'ur kadrlarningmi 200 minglik sababidan mush xildagi markazlarda tarbiyalanayotganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan bir necha yilda Uyg'urlar diyoridagi har qaysi yezi qishloqlarda kanit sekretari bo'lib ishlayotgan Uyg'ur kadrlarning ko'p qismi qattiq zarba berish shamolida har xil ayblashlar bilan vazifasidan qoldirilgan. Navbat ularning o'rniga Xitoy kadrlarining zo'r turkumlab saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Kuzatuvchilar bu vaqt fikr bayon qilib, ilgari Xitoy hokimiyati yezi darajalik partikum sekretarlariga bo'lgan huquqni Xitoylarga tutqizgan bo'lsa, mana endi ularning buni kanit darajalik sekretarlarga qadar umumlashtirishi Uyg'urlarni texmi huquqsiz qoldirish, shuningdek Uyg'urlarni texmi qattiq kontrol qilishni maqsad qilgan dedi. Xitoy Kompartiyasining 19-qurultayida xizmat doklati bergan rais Xi Jinping navbatda ijro bo'layotgan bir balvoq, bir yo'l qurilishining taraqqiyotiga to'salg'i bo'ladigan har qanday shakldagi ag'dirmachilik, bo'lgunchilik va terrorlik harakatlarga qattiq zarba beradiganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoydagi bo'lgunchilik va terrorlik atalg'ulari har qachon Uyg'ur va Tibet qatorliq Xitoy ishg'ol etib turayotgan millatlarga munosabatli delolarda qo'llanildi ekan. Xitoy vaziyatini kuzatib kelayotgan analizchilar bu vaqtda fikr bayon qilib, bu Xitoyning Uyg'ur va Tibetlarga qaratgan bostirish harakatini yanada kuchaytirganligidan derak berdi dedi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining Heptilik Xewerler programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.